O'zbek oyi bugun Germaniyadagi o'zbek oyimlar ko'rishadigan kun. Aynan Germaniyada o'zbek oyimlar ayollar tashkiloti tuzilgan, ayollar jamiyati bor. O'sha tashkiliy guruhdagi ayollar, opa-singillar bugun ko'rishadi. Keyingi yilgi planlarni tuzish uchun va bu yilgi natijalarni tahlil qilish uchun sizga bugungi kunni va Germaniyadagi o'zbek oyimlarni video davomida ko'rsataman. Men ko'rishga tayyorman. Shunaqa look tanladim. Men bilan 2 kunni jonli ravishda o'zbek oyimlar bilan tomosha qilasiz. Faqat aktivlikda davom eting. Bunaqa videolar ko'p bo'ladi. Bizga 427-xona berilgan. Hozir hamma o'zbek oyimlar o'zi bilan narsa pishirib kelishdi, bo'lib olgandik. Shirinliklar, xalqli yeguliklar osh-oshga kelyapman. Men somsa qilib kelganman. Go'shtli pirog, somsa emas, go'shtli pirog. Qarang, qanaqa chiroyli qilib dekor qilib qo'yishgan. Mana biz kim bilan ko'rishdik? O'zbek oyimlar bilan. O'zbek oyimlar hamma joyda imkonini topadi. Bu burchakda ham biz qarang o'zbek oyim bayrog'ini ilib qo'yganmiz. Biz o'zbek oyimlarmiz. Qayerga borsak ham mana shunaqa dasturxonimiz bilan birga kelamiz. Biz qayerga ketyapmiz? Gulshoda opa aytib qo'ying. To'yga ketyapmiz, xudolarimiz biz. Savatlarimiz endi noto'g'ri tushunmaysizlar. Germaniyada shunaqa savatlar. Mana bu yerda ham bor ekan. Ana yonib kelishyapti. O'zbek oyimlar yonib kelishdi. Biz o'zbek qayerga borsak ham milliy ovqatlarimiz o'zimiz bilan birga. Bizda sovg'a saralash protsessi ketyapti. Bitta inson tomonidan kelgan sovg'alar. Qarang, qanaqa chiroyli. Xuddi o'zimda O'zbekistonda to'yxonalarga kirgandek bo'ldim, lekin ortiqcha narsa o'zi yo'q. Restoran ekan bu. Ana, xona topdik. Bizga xona topolmayotgandik, endi bittadan. O'zbek oyimlar qayoqdamiz? Mutaxassislik bo'yicha o'z asli haqida siyosatchiman. Siyosat analitikman. PhD darajasiga egaman. Lekin hozir magistraturani o'zgartirganman. Psixologiya yo'nalishiga aytib o'tdim. Hozir magistraturada psixologiya bo'yicha va rasmiy diplomli psixolog sifatida faoliyat yurityapman o'sha. Germaniyada ekonomika sohasini tugatdim. O'zim Frankfurtda yana ekonomika sohasida, lekin men o'zim hozir personal menejmentda ishlayman, HR sifatida. Chunki Erasmus qilib Turkiyada HR sohasini o'qiganman. Shuning uchun o'sha HR bilan ketdim. O'zbek recruitingda ishlayman. Recruiting HR consulting. Mana shu suvdagi toksik moddalarni ham tekshiramiz. Hozir oxirgi paytda juda ko'p ko'rdim. Germaniyada suvidan ham nima shu toksik moddalar topildi. Oldin Amerikada juda ham va bo'lib ketdi. Endi hozir bizda ham shu narsa hozir nima bo'lib turibdi, diqqat markazida. Sağlık sohada ishlayman, proyekt menejer bo'lib ishlaysiz. Hobiyim kafe. Men o'zim ko'rib chiqqanman, qanaqadir Yevropa hech kim bilan ko'zga ko'rmaysiz. Ayol sifatida bo'lishda ikkita erkak rol o'ynaydi. Ya'ni biz o'ldirgan erkak va bizga turmushimizda nima qilgan, turib bergan erkak. Shuning uchun o'yladimki, bo'lsa Facebook qilgan bo'lsa, tayyorlik oldim. Chunki Gulshoda mana shu 600 shaharda mashinalarga borib o'tir joyini tashlab olmaysiz. Aslida marafonni nima qiziqishtirsa tashlab olmaysiz. Bu men huquq sohasida bo'lganimda juda ko'p qizlarni ko'raman. Bolam topib qo'yyapti, haydab olyapti. Er orqasidan til qisib, integratsiya bo'lmagan. Shuning uchun xohlardim shu motivatsiyani berishingizni boshqalarga. Shunaqa ayol bo'lsa bo'larkan deb. Shuning uchun rahmatnoma Jon akaga. Qolganlar ham sizlarga ham bor. Yozam shu o'rinda biz bilan memorandum tuzsa bo'larkan. Bittasi yana aytib o'tishim kerak. Erim doim maqtayman, o'zim kuyovim, o'g'lim deyman. Buni hali topshirmadim. Berlinda qolganida. Bu qizga alohida set olib kelganman, bilib olib kelganman. Nimaga desanglar, qaranglar ko'rsatasiga. Yoqqanmi keldi, qaranglar qanaqa bu anaqa qilganini. Ana endi qo'yishga to'g'ri bor. Mana bu ishonch juda ham katta. Buni bermayman. Men his qilaman, aytib oldinroq bergisi, men ishimga ilib qo'yaman. Men ko'rganda sen his qilishing kerak. Maqsad bor ekanda. Qo'shlardan jo'natgim kelmadi. Nyurnbergga kelganda bergim kelmadi. Shu antanali qilib berayliklar. Avtobusdan tayyor. O'zbek oyimlar, qarang biz zo'r turibdi, ro'molingizga mos. Ovqatlantirish jarayonlari ketyapti. Endi maza qilib restoranda ovqat topamiz.
Bu yoqda Mariona, bu yoqda Nodira, mana bu yoqda Madina, bu yoqda Asal opa, o'zi ham asal. Bu yoqda esa Begoyim opa. Uzbekistan. Gel ya. yolg'iz his qilmaslik uchun. Energiya olish uchun. Bir-birimizga yaxshilik qilish. Sport qilish uchun. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlash. Bilim orttirish uchun. Hayotini yana ham shirin qilish uchun. Qalb kasbingizni topishda maslahatchingizman. 20 yildan buyon Germaniyada Frankfurt am Main shahrida istiqomat qilaman. Kasbim HR va rekruting mutaxassisi. Ismim Nodira. 18 yildan beri Frankfurtda istiqomat qilaman. Sizlarga shirinliklar dunyosini yaqindan o'rgatib, yaqinlaringizni bayramlarni yanada shirin qilishga yordam beraman. Men O'zbegoyim sportchisi Gulshoda Abduhamid bo'laman. Germaniyada 20 yildan beri yashayman. O'zbegoyimda sport, har xil marafonlar va sog'lom hayot targ'ibotchisi hisoblanaman. Hozir bu yoqdan shunaqa xaritlarimizni olib oldik. Endi Soat sahar ertalab O'zbegoyim qizlari qayerda? Mana. Mana erta tongdan, bizda erta tong bo'ldi. Nonushta qilishga tushib ketyapmiz. Ertalab O'zbekistonda yugurishga chiqqan. Men chiqa olmadim chunki kech uxlagandik. Hozir afsuslanyapman. Bola bilan kelganimiz uchun sal qiyin bo'ldi. Mana biz erta tongda nonushta qilyapmiz. Energiyaga boy, jonli suhbat bo'lyapti. Videolarni ko'rishda. Hozir Begoyim opa, bundan keyin nima qilamiz? O'sha sizlardagi reysni translyatsiya bo'ladi. Nima o'tasiz? Do'ppini qilaylik, hozir bashadan chiqib qanday qilasiz? Sho'xonchasini kelsin. Do'ppini ichiga kirib bitta chiqaylik, oshmi yoki somsa? Somsa. Holvami yoki non? Non. Toshkentmi yoki Samarqand? Toshkent. Atlasmi yoki adras? Do'ppimi yoki maxsi? Do'ppi. Nonmi yoki osh? Osh. Begoyim opa, oshni bir oyda bir marta yeyish bu nima? Sizningcha sabrmi yoki qanaqa so'z bilan ifodalaysiz? Oshni bir oyda bir marta yeyish. Jasorat. Jaslada har kuni do'ppida yurishingiz bu nima? G'urur. G'urur. O'zbek musiqasini doim mashinada eshitish bu nima? Millilik. Uyingizda 3 xil o'zbekcha choy bo'lishi bu nima? Bu vatan. Vatan. Siz opa har safar O'zbekistondan kelayotganingizda chamadoningizga non olib kelishingiz bu nima? Vatandan bir parcha. Uyda atlas kiyimda yurish bu nima? Milliyligimiz. Salopa har safar O'zbekistondan kimdir kelayotganda nima olib kelyapsan men uchun deb savol berish bu nima? Vatan sog'inchi. Siz opa har kuni ishdan kelyapsiz uyingizga. Sizga vatan sog'inchini, o'zbekligingizni nima bildirib turadi? Eshikdan kirishim bilan devorda osilib turgan dutor. Dutor. Dutoringiz bormi? Muncha zo'r. Boramiz uyingizga dutor chalishga. Kelinglar. Feruza opa tasavvur qiling, har kuni uyingizda choy ichib o'tiribsiz sandal oldida, Germaniyada. Bu nima? O'tmishim, tarixim, bolaligim. Sandal bo'lish xohlardingiz? Albatta. Sizlarda sandal qanaqa bo'lgan? Qanaqa bo'lgan? Tasvirlab bera olasizmi sandalnimi? Sandalmi?
isinib o'tiradigan joy bo'lgan. Bolaligimda buvimlar bilan birga choy ichib, sandalda ichib o'tirganmiz. bo'lgan issiq kuldi sizni stol tagiga olib kelishgani o'shandagi ko'rpadan yopib katta qalin ko'rpalar. O'tiradi. oyog'ini tiqib o'tiradigan joy bo'lgan. Bizni hozir o'zbegoyimlar bilan bir piyola choy ustida podkastimizga tayyorlash jarayonlari ketyapti. Yaqin kunlarda YouTube'da yangi formatda dasturxon ustida bir piyola choy ustida podkastimiz chiqadi. Parazit so'zlarni yo'q qilamiz. O'zingiz maslahatingizni, tajribalaringizni aytsangiz, mana har birimiz eshitaylik, balki men javob olaman. Xayrlashuv marosimi. Uyimga kelyapti, tarqalyapti. Germaniyadagi o'zbegoyimlar bilan 2 kunlik uchrashuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi shunaqa qo'limga kiyimlarni olib, uyga qaytib ketyapman. Juda ham zo'r videolar, podkastlar oldik. Yerga to'la uchrashuv bo'ldi. Siz bilan Xudo xohlasa qiziqdan qiziq jonli videolarda uchrashguncha xayr o'zbegim.